Assalomu alaykum, bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Bugungi manzilimiz Oltintepa Toshmini postidan 3,5 kilometr kiriladi. Mahallamizda ko'chalar asfalt, suv, svet, gazdan umuman muammo yo'q. 3 ta hovli qurilgan. Men yo'lning oxirisida, eng hovlisi kattasida turibman. Xo'p, qaranglar, fasad qismimiz bor. Fasad qismimiz podключ bo'lyapti. Xudo xolasa $125,000 podключ chiqadi. 1.8 sotuv bo'ladi, 5 ta xona. Bunimizni korobka holatda sotilyapti. Elektromontaj, gipsokardon qilingan. 95,000. 1.8 sotuv. Bu hovlimiz 2.2 sotuv. 100% podключ. Ko'chada letniy kuxnya joylasanglar bo'ladi. Sanuzeli bor. 100% podval hammasi. Yashil hududga ega. Binoni ko'ryapsizlar, 100% отделкалari ham bo'lgan. Podvalga uy ichidan ham, tashqaridan ham tushsa bo'ladi. Xo'p, uy ichini bitta obzor qilib beraman, narxini videoni oxirida aytib ketaman. Bizani kuzatishda davom etinglar, videoni oxirigacha ham ko'ringlar. Xudo xolasa narxi juda qiziq bo'ladi. Kirganimizda eshigimizdagi prixoshi kafil qilingan. Oyoq kiyim yechib kiradigan joy, hamma kontrolga to'klarimiz qilingan. Adden qilib kirganimizda zal, yotoqxona, hammom, tualet, oshxona bitta ko'ramiz, baho berasizlar. O'ng qo'limizda oshxona. Ko'rib turibsizlar, chotga chiqqan oynalari kattagina, bemalol kuxnya, o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Buni ro'parasida zal qismimiz. Zalimiz ham kattagina. Remontlar yaxshi qilingan, xudo xolasa. Kelasizlar, mebel texnikani olib kirib yashayverasizlar. Hop, lyustralar, hammom, tualetli aksessuarlar hammasi kelishilgan holda suvni davomida qo'yib berish, qo'yib bermaslik sharti bo'ladi. Родительский spalni, oyna orqa hovli qo'shnikiga ruxsat so'ralgan. Baribir bu yerdan qaralmaydi, shuni hisobiga kichkina oyna qilingan havo olish uchun. Ikkinchi qavatga chiqadigan zinamiz va podvalga tushadigan zinamiz. Общий sanuzel. Kattagina dushuv kabina, orqa hovliga oyna qaragan. Va orqa hovli tashalgan, havo olish uchun. Burasizlar. Kunduz kuni ochib qo'ysanglar, muzlikka uy turadi, havo olish turadi. Podvalni ko'ramiz, keyin ikkinchi qavatga chiqqanda xolasa narxini aytib ketaman. Podvalni ko'ryapsizlar, juda zo'r. 100% podval. Bu joylarda suv, svet, gazdan muammo yo'q. Davleniyani hisobiga 1 tonnali yo'ngis qo'yib qo'ygan ekanlar, baraka topsinlar. Bu yerda uni ko'ryapsizlar, отдельно yana sistema qo'yilgan, oshxonada glavniy sistemamiz turibdi. Podval ham cho'pli pol bo'lgan ekan. Ko'rib turganingizdek, podvalga ham hovlida ham uy ichidan tushsa bo'ladi. Sport zal, dam olib o'tiradigan xona, bolalarga o'ynaydigan xona qilib bersanglar bo'ladi bemalol. Juda zo'r chiqqan ikkinchi qavatni ko'ramiz. Chiqarganimizda kattagina bitta lyustra bo'ladi. Xudo xolasa lyustralar, aksessuarlar kelishilgan holatda qo'yib beramiz deyapti. Mayda-chuyda ishlarni ham qilib berishadi. Ikkinchi qavatga chiqarganimiz uzun koridor, 3 ta xona joylashgan, общий sanuzel. O'ng qo'limizda mana hojatxona, hammom, tualet, dushuv qilingan. Havo olishadi bemalol, aksessuarlarni suvda davomida kelish qilib berishadi. Muhammad Ali o'tiribdi pastda. Bu yog'imizda bitta bolalar yotoqxonasi yoki родительский qilsa bo'ladi. Havo olish uchun oynalar qoldirilgan va yana bitta spalni. Endi tepada основной yotoqxonalardan iborat. Bu yog'imizdan bitta kattagina родительский spalni bo'ladi. Oynasi juda zo'r joylashgan ekan. Hovlimiz, eng katta hovlimiz shu bo'ladi. Xo'p, azizlar, narxiga keladigan bo'lsa, именно bunisini tayyor bitganini hozirgi paytda $128,000 startiga so'ralyapti. Kelishadigan joyi bor. Fasad qismimiz 125,000 chiqadi, sotugi kichkina bo'lgani hisobiga. O'rtadagi korobka holatda 95,000 ga berib olamiz deyapti. Qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga qo'yasizlar, to'liq ma'lumotni yana beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.